Masalan olaylik, biz oziqlanishda, ya'ni organizmda o'zini oziqlanishini 3 turga bo'ladigan bo'lsak, eng birinchi elita sort oziqalar bilan bu bosh miya oziqlanadi, on. Ikkinchi sort oliy oziqalar bilan bular tuxum hujayralar, reproduktiv salomatlikka ketadigan energiyalar. Uchinchisi va boshqa energiyalar. Ya'ni bular masalan siz bilan biz gaplashishimiz, harakatlar, umumiy hayotda ishlardagi harakatlar, semirish, rivojlanish. Gormonal preparat vazifasi nima? Endi mana oddiy o'ylab ko'raylik. Masalan, oddiy ratsionda ovqatlanyapti mol, unga 10 gram ukol qilyapmiz. U 10 gram ukol oddiy ovqatlanadigan molda nargi sherigida, ya'ni ukol qilinmagan sherigidan ko'ra qanday semirtirib yuboradi? Bu 10 gram narsa uni hech qancha semirtira olmaydi, lekin uni vazifasi o'sha birinchi, ikkinchi elita sortli oziqalarni muskulga burib yuboradi. Ya'ni onga ketadigan ozgina energiya, ozgina o'sha o'lchov birlikdagi oqsillar agar go'shtga o'tsa, hayvonni o'zini go'shtidan ko'ra 10 barobarga semirtirib yuboradi. Chunki elitada u. U elita oziqa. Natijada masalan ong pasayishi mumkin yoki bo'lmasa urug', ya'ni nasl olish pastlashi mumkin ularda. Genetik buzilish bo'lishi mumkin, lekin semiradi. U narsani biz iste'mol qilamiz, u bizda ham sintezlanmaydi, u bizda ham semirtirib yuboradi. Boyaga aytgan kasalliklarimizni keltirib chiqaradi. Shuning uchun iloji boricha bu vositalardan voz kechish kerak. Semirtirishda faqat tabiiy, masalan, shu oziqobod qo'shimchalar bor, premikslar yoki bo'lmasa oddiy vitaminli, aminokislotali narsalar bor. Masalan, o'sish, rivojlanishni ta'minlash uchun. Lekin uni oshiqchasi ham zarar. Masalan, shu gormonni oziqlantiradigan yoki gormonal preparatlar bular juda ham ayanchli holatlarga olib keladi oxirida. Masalan, hozir endi qo'shimcha qilib ketay, ota aka. Bilamiz, o'sha otalarimiz davrida bizning yoshimizdagilar videolarda ko'rganmiz, rasmlarni ko'rganmizda, ariq bo'lganda, shunday hamma xipcha bo'lganda, ariq bo'lgan, shayr bo'lgan, masalan, ishlaganda ham misol uchun energiya soatlab ishlasa ham charchamaganda ular. Shunaqa. Hozir qarasak, bizning yoshimizdagilar 100 kilo tepasida u yotibdi. Shunday? To'g'risida 100 kilo tepasida u nima deydi, yaxshi yashashidan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda qo'shimcha hozir aytganda gormonal buzilish ham borda demak. Xuddi shunday. Masalan, biz ularchalik ovqat yeyolmaymiz. Biz ularchalik go'sht yeyolmaymiz. Ular bizdan ko'p yegan, litrsagacha yog'oqli go'sht yegan. Lekin sarflagan, mehnat qilgan. Bu mehnat qilib sarflash ham mayli o'zini yo'liga. Masalan, hozir ham mehnat qilyapti odamlar. Lekin u go'shtni yetishtirishda farq bor. Shunday. Ta'mida ham shu uchun go'shtlarda ta'mda shu uchun farq bor, Albatta.